hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar hamda ilmga chanqoq o'quvchilar. Bugungi adabiy musiqiy kechamizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum qadrli she'riyat va san'at shaydolari. Bugun biz nafaqat bir insonni, balki yangi qon tuprog'idan yetishib chiqqan, o'z so'zi va ovoziga ega bo'lgan zabardast shoir Sulton Boboxonov xotirasini yod etish uchun to'planganmiz. Bu yil eng suygan shoirimiz, hamqishlog'imiz Sulton aka Boboxonovning tavalludiga ro'pararosa 90 yil to'ldi. U kishining qalamidan to'kilgan har bir misra mana necha yildirki qalblarimizda aks sado bermoqda. Shoir yashab o'tgan umr yo'li biz yoshlar uchun katta maktab. Uning yangi qonga bo'lgan muhabbati, mehnat sevarligi va insoniy fazilatlari she'rlarida muhrlangan. Bugun 2026-yil 16-aprel kuni maktabimizda o'tkazilayotgan ushbu tadbirimiz shoir xotirasiga ehtirom, uning ijodiga bo'lgan cheksiz hurmatimiz ifodasidir. Endi qalblarida yashayotgan satrlar mavzusidagi yangi qon qishlog'ining iftixori shoir Sulton Boboxonov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan adabiy musiqiy kechamizni ochib berish uchun maktabimizning direktori Kamolov Muhiddin akaga hamda maktabimiz qurultoychisi Dilmuhammad Irisboyev akaga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi adabiy musiqiy kechamizga qatnashib o'tirgan mehmonlar, Shahri Azim Turkistondan kelgan, eski xondan chiqqan va o'zimizning qishlog'imizdan yig'ilgan Sulton akaning 90 yoshga to'lish bilan o'tkazilayotgan bizning maktabdagi ish-sharaga xush kelibsizlar. Bugun kechamizda mana shu maktabimizning ustozlari, o'quvchilari tomonidan tayyorlangan, ko'rib, o 60 yillik yubileyga bo'lgan vaqtgacha sayohat qilamiz. U kishining she'rlarini yod o'qiymiz. U kishining avlodlari o'tiribdi bu yerda. Shular ijrosida, shogirdlari ijrosida Sulton akam menga ustoz bo'lgan. Keyinchalik birga hamkasb bo'ldik. Keyin u kishilar ketgandan keyin shularning yana shogird bo'lib qoldi. U kishini hamma yaxshi taniydi. U kishining yozgan she'rlari, har xil o'chirklari, maqolalari bizning Oңтүстік өңірде, Түркістан өңірде ko'p gazet, jurnallarda chiqqan, O'zbekistondagi o paytda Sovet vaqtida jurnallarda chop etilgan va u kishi o'z hayot vaqtida bir qancha kitoblarni chiqarib ulgurgan. Va kelajakda yana farzandlar shu kishining o'rtoqlari nomidan yana kitoblar chiqaradi deb kutib qolamiz. Va mana shu kishini hurmat qilish bu elimizga hurmat, yurtimizga hurmat, qishlog'imizga hurmat deb o'ylayman. Yana bir bor bizning musiqiy adabiy kechamizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi kechga yig'ilgan mehmonlar, hurmatli Azim shahar Turkistondan kelgan og'alarimiz, bizning qishloqqa xush kelibsizlar deymiz. Bugungi kechamizning nomi Sulton aka Boboxonov 90 yillik kechini ochiq deb e'lon qilaman. Hammamiz xudo xolasa birga tomosha qilamiz bugungi kechni. Rahmat hammaga. Hurmatli tomoshabin do'stlar hamda aziz mehmonlar, Sulton akaning hayoti va ijodi ko'pchiligimizga yaxshi tanish bo'lsa-da,
uning tarjimai holiga qisqacha to'xtalib o'tishni lozim deb topdik. Marhamat. Sulton Boboxonov 1936-yili 5-may kuni Turkiston shahrining kunchiqish tomonidagi Qoratog' etaklarida joylashgan xushmanzara Yangiqon qishlog'ida dunyoga kelgan. 1952-yili to'liqsiz o'rta maktabni tugatib, Turkiston shahridagi pedagogika bilim yurtiga o'qishga tushdi. Uni 1956-yili tamomladi. Ish faoliyatini Turbat qishlog'idagi Qozog'iston 30 yilligi o'rta maktabida o'qituvchi bo'lishdan boshladi. 1961-yilda Toshkent davlat universitetiga o'qishga tushib, mazkur oliygohni to'liq kursini jurnalistika ixtisosi bo'yicha tamom qildi. Sulton Boboxonov nafaqat shoir, balki fidoyi pedagog ham edi. Ko'p yillar davomida qishlog'imizdagi Ulug'bek nomli maktabda yoshlarga saboq berib, ularni ilm-ma'rifatga boshlagan. Shoirning she'rlarida ona vatanga muhabbat, Yangiqonning go'zal tabiati, insoniylik va mehr-oqibat mavzulari ustuvor bo'lgan. U o'z asarlarida sodda va ravon tilda xalqning dardu quvonchini kuylagan. Sulton aka qishloqdoshlari orasida nafaqat shoirligi, balki o'zining yuksak odobi, kamtarligi va oqko'ngilligi bilan katta hurmat qozongan. Shoir 2009-yili 12-aprel kuni vafot etgan bo'lsa-da, uning ma'naviy merosi va she'rlari Yangiqon farzandlari tilida yashab kelmoqda. Sulton Boboxonov Yangiqonning adabiy timsolidir. Uning 90 yilligini nishonlash biz yoshlar uchun nafaqat she'riyat bayrami, balki ustozlar xotirasiga ko'rsatilgan yuksak ehtirom namunasidir. Kechamizning aziz mehmonlari, bundan ro'pparasi 30 yil muqaddam, ya'ni 1996-yili 4-may kuni qishlog'imizdagi Ulug'bek nomli maktabda Sulton akaning 60 yillik yubiley to'yi bo'lib o'tgandi. Hozir ushbu yubileydan qisqacha video lavhalarni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli uzoqdan kelgan mehmonlar, o'quvchilar, maktab jamoasi. Mana bugun biz Sulton aka Boboxonovning 60 yoshga to'g'ri munosabati bilan maktabimizda mana shunday yubiley adabiy uchrashuv uyushtiryapmiz. Sulton aka Boboxonov to'g'risida hammalaring yaxshi bilasizlar. 60-yildan beri mana shu maktabimizda yosh avlodga o'zining ta'lim tarbiyasini berib keladi. O'quvchilar, aziz she'rga yig'ilgan mehmoni hamkor do'stlar, og'aynilar, qarindoshlar. Hammangizga eng yaqin kishi bo'lgan, o'zining beminnat mehnati, ta'lim tarbiyasi va ijodiy faoliyati bilan yurt el nazariga tushgan, hurmat e'tiboriga qozongan og'amiz Sulton aka bugun 60 yoshga kiryapti. Bu kishiga mustahkam sog'lik, uzoq umr, ham ijodiy ham tarbiyaviy faoliyatida katta muvaffaqiyatlar tilayman. Aziz Sulton Boboxon o'g'li, bugungi 60 yillik umr bahoringiz qutlug' bo'lsin. Hamisha toliq sizga yor bo'lsin. Sizning noyob talant ekanligingiz shu o'quvchilik yillarida ham buncha ko'rsatdi. Buni sezgan ustozingiz Ergash aka Ne'matullayev sizni she'riyat postaniga yetakladi. Ana yurtga xizmat qilish ishida yongan qalb sizni 60-yil o'z qishlog'ingizga sari boshladi. Shundan boshlab siz o'z eringizda necha minglarga yosh avlodga ta'lim tarbiya berdingiz. Shuning bilan birga barkamol qalam sohibi bo'lib ham yetishdingiz. Odamlar temirni ustoz etdingiz. Shu tufayli Mushtum, O'zbekiston madaniyati, yosh yig'inchi, Qizil Turkiston, kommunistik mehnat, Turkiston sahifalari sizning ijodingiz bilan bezaldi. Kechikkan karvoningiz esa sizni buyuk sarhadlar sari ko'tardi. Aziz Sulton aka, ushbu ayyomingizda sizni yana bir bor muborakbod etib, sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilangizga baxt, ijodingizga o'chmas
ilham tileyimiz. Tuman halk sağlığı bölümünü kurmayın. Tuman Türkistan Tuman Okutuvchilar kasaba uyushmasi raisi Abduhalidov. Sultan dostum, sizden 60 yaşlık tavallud to'yimiz bilan Qozog'iston Yozuvchilar soyitining uyushmasining yozuvchilar nomidan sizni keng ko'ngildan tabriklayman. Yana bor viloyat Ahmad Yassaviy nomidagi adabiy uyushma nomidan va Turkiston o'zbek madaniyat markazining a'zolari nomidan keng ko'ngildan tabriklayman. Vaqt dil solib shoshlarna, bilim berib jamigan jaslarna, dal Sultan Babaxon chiqibdir Alpsning asqarına. Dang'olsun sudagi dang'imizga, aqinlarni ayollar xalqimizga, ustozlar, jurnalistlar aqin bo'lib, yenmek etayveriniz xalqimizga deydi. Ağamız Sultan akaning 60 yoshga to'lish munosabati bilan mana shu maktabda bayram. Maktab kollektivi uchun, qishloq ahli uchun bugun mana shunday hurmatli butun o'zining umrini bola tarbiyasiga bergan, o'zining mehnati bilan qishloqqa, rayonga, viloyatga tanilgan hurmatli ağamiz mana bugun 60 yoshga to'lish munosabati bilan hurmatli ağamizni yana mana shu qishloq ahlini, shuning shogirdlarini tabriklashga ruxsat etildi. Mana bugungi yubileyimiz Sultan aka Babaxonovni bu yerda maktabda ustoz sifatida bilsa, viloyat miqyosida ham ustoz, ham shoir sifatida yaxshi bilishadi. Har bir inson yashab o'tar ekan, uning ortida shu umr davomida ishlagan kishilardan iz qoladi. Sultan aka menimcha hayotida ikki hayot yashab deb aytsak ham bo'ladi, bu mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu kishi ham shogird tarbiyaladi, ham she'riyat sohasida o'ziga yarasha meros qoldirib, bitta kitobni muallifi bo'ldi. Mana Kechikkan kalom degan kitob, men o'zim shu kitobda ulushim bor. Sulton aka bilan birgalikda mana mahalliy bosmaxonaga chiqarganmiz. Men o'zim shu ishda yordam berganda men bugun faxrlanib turibman. 60ning oltin ostonasiga qadam qo'yibsiz, 70 ga yeting, 80 ga sakrang, uyog'i 90 bilan to'qnashib yengib o'tib, 100 bilan yuzlashing, shu paytda yana bir yubiley qilib, yana davom ettiramiz. Rahmat. Sultan şair bugün 60 yaştadır. Bu şiir şerhi ezri baştadır. Sultan şair bugün 60 yaştadır. Bu şiir şerhi ezri baştadır. Şadliğinden bitti gözü yaştadır. Bugün bana hainimizin 60 yaşta olmanı için Türkiye'ye hemen yapışta yapmışsın, tebrikler için. Yaşınız 60'da olman için doğrusu hainimle. Bundan yaxşı günlere uçuraydı. Oğul kızlara baş olup yaxşı yürün. Bana çağanın nesibesi. Bana evvela ola denildim ya. 100'ge girelim, 100 yaşın sizlerim tebrikleydim bana şu yaşlar. Bizler varsa bizlerim tebrikleyiniz, yok olsa göreviriz. Konuşun zahmet emrelerimi.
Assalomu alaykum. Mana shu Sultonake'ga o'tirgan mehmonlar hanımlarga rahmat. Mana Sultan bizga jiyan bo'ladi. Sultan bizga jiyan bo'lib, shuning uchun Sultonga katta rahmat. Ari o'zining nomini qoldirdi. Ana she'r bo'ldi, jurnal yozdi, o'qituvchi bo'ldi, mana rahmat. Sultan aka, 60 yoshingiz muborak bo'lsin. Ben ushbu azimat sovg'ani sizga oilamiz nomidan topshirmoqchiman. Topshirishga ruxsat bergaysiz. Bir so'zlarimni aytayin. Qutlab 60 yoshingiz oltin boshga aylansin. Oppoq kumush boshingiz. Deb ushbu sovg'ani mana shu yerga Sulton akamning hurmati uchun yig'ilgan katta kichik og'aynilar, aziz o'quvchilarim. Mana aytgan ekanlar, qog'ozda qolgan nom bu o'chmaydigan umr deb. Men shunga haqiqatdan ham ishonaman. Buni men qaynatam aytgan gap ekan. Mana guvohi masalan Sulton akam ham shoir. Ularni yozgani biz uchun abadiy qolar ekan. Demak, Sulton akam doim avlod ajdod bilan birga degan so'z. Sulton aka, mana shu yerdagi ko'pchilik sizga yaxshi niyatlar bildiryapti. Shular bilan birgalikda men ham mana shu siz bilan ishlayotgan kollektivdagi xotin-qizlar nomidan qanchalik yaxshi tilak orzularimiz bor bo'lsa, hammasini sizga tilaymiz. Ustozim deb maqtansam arziydi sizni, akamsiz deb shodlansam arziydi sizni, maktabining faxri deyman sizni, tilchilarning taxti deyman sizni. Ani o'rgatgansiz hech orinmasdan, tili o'rgatgansiz juda tortinmay, buni o'rgatdingiz bilog'on bo'ldi, seni o'rgatdingiz sardor bo'lgin deb. Rahmat. Endi tabrik uchun so'z Sulton akaning qalamkash do'stlarida Tarix aka bog'laydi. Hürmetli azizler, assalomu alaykum mehmon, olis yoqdan kelgan jigar bog'lar. Bugun ancha-muncha sabablarga ko'ra mana Ulug'bek maktabida didor ko'rishimiz uchun bag'oyat xursandman. Mana gapirganlar ko'p gaplarni aytdi. Shuning uchun men gapni cho'zib yubormay, mana shu bugungi birodarimiz ham do'stimiz Sultonning 60 yilligi ekan. Sulton, sening 60 yillaringni o'z qalbimdan, maktab ahli nomidan, balalarim nomidan, oilam nomidan, jajjilar nomidan tabriklayman. Ulug'bek maktabi jamoasi nomidan u kishiga uzoq umr,
salomatlik va arzimas sog'liqni topshiramiz. Esselamu Aleyküm. Aziz mehmanlar, kalbi kaynak yaşlar, karındaşlar, mektep memuriyeti, Salamat çok koşutucu uçuşları, maşallah toylarda, ben bir neçe azalda ektim, hayalımda bu hazır hiç gelsin hayalimde yok. Mesela sonrası özün üstünden ektirilmeyen hazır, kendini getiremez. Qozog'iston Jurnalistlar uyushmasi a'zosi, Turkiston viloyat Janubiy Qozog'iston ijtimoiy siyosiy gazetasining Turkiston shahri va Savron tumani bo'yicha maxsus muxbiri, jurnalist Shomurzo aka Madaliyevga so'z navbatini beramiz. Marhamat, qarshi oling. Hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, men birinchidan mana shunday ajoyib qarshamani qurgan mana Dilmuhammad Rislayevga rahmat aytaman. Bugungi tadbirni tashkil etgan insonlarga mana Bobur Umarqulov hamma hissasini qo'shgan insonlarga hozir mana 30 yil avvalgi video lavhalarni ko'rsatdi. Qanchasi dunyodan o'tib ketgan, qancha xotiralar qoldi ularning. Mana Sulton akani to'g'ri aytdi, mana boshqaruvchi qiz kamtarin mo'min inson edi. Hech kimga bir azori yo'q edi. She'riyat bilan, yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanardi. Ben Chimkentdagi mana Ernazar akang madaniyat markazining birinchi raisi o'tiribdi. Shu kishi Sulton akaning kechikkan karvon kitobini tipografiyadan chiqarib bergan. Bu paytda kitob o'zimizda chiqarish degan so'z bu katta bir alamshumul voqea edi. Sulton akaning shu kitobini mana Ernazar akang ko'p yordam berdi. Biz uni ko'rib, tipografiyani korrekturasini ko'rib berganmiz. Mana bir madaniy meros bo'lib qoldi. Men hozir Turkistonga kelgan mehmonlarni mana tashkilotchi Bobur Umarqulovning ruxsati bilan mana shu davraga chaqirsam, birinchi bo'lib mana Turkiston shahar madaniyat markazining birinchi raisi, Qozog'iston va O'zbekiston Yoshlar uyushmasining a'zosi, Turkiston shahrining faxriy fuqarosi Ernazar aka Ro'zmetovni taklif etaman. Ernazar aka keling. Ernazar aka bilan birga uni yanida mana bugungi rais o'tiribdi. Bugungi rais Turkiston shahar madaniyat markazini boshqarayotgan Rahimjon Sattor o'g'li Qo'chqarovni taklif etamiz. Husan Ubaydullayevni mana Turkiston shahridagi ijodkor uyushmasining mas'ul kotibi, Turkiston shahridan kelgan qadrli mehmonlarni men shu mana tashkilotchilarning iltimosi bilan shu yerga taklif etmoqchiman. Kelingizlar. Ernazar aka, Husan aka, Rahimjon aka. O'zqul aka Abbosov, xalqaro akademik mana umrimdan xotiralar kitobining avtori. O'zqul aka keling. Ernazar aka tomog'i sal mana qattiq gapiramaydi, shuning uchun diqqat bilan tinglaymiz. Shunday bu Ernazar aka. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz o'g'il-qizlar. Biz sultonlik to'g'risida boshqa turishi kunduz tushirishga maktab jamoasiga katta rahmat aytaman. Umrlar uzoq bo'lsin, topgan rektorga bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'shilgan bo'lsin, baxtli bo'lsin. Sulton bilan juda ko'p bo'lgan. Çünkü sultandı, hareket ettik. Şundaki orta hareket edeyim. Oyatçı, ağırlık, namuslu, olmalı. Biz
şehir yazgıdı, köpünce bilgi kırardı. Cümleke baratke bozuk. Babakın kıratı yanı, sultan kıratı. Düğün, hareket, çağırlık, pola, kıratı. Öteki, barbara kıratı. Üçü var, bisikletten tutulan, evdilen, yolacak bir balık. Hıtıkın, sultan doğrusu ediyorsun. Şeriat'ın, usta, şeriat'ın arkasında dün memleketine oturdu. Kız, adabiyat, savaşta, kısmetleri ko. Memleketine oradaki, Hamza'nın memleketine, biz de Ramiş'e birlikte bakardık, köpünce. Biz de ortamızda, katlarımız, küçüğümüz, yakınımıza, biz hareket, bambazın tekrar koyduk. Hamamız bir koyduk. Assalamu alaikum aziz Türkistan'dan başka yerden gelen mehmanlar, bana bugünkü İvata Kışlağı'nınki bana kitap sever, edebiyat sever, sanat sever, bana okutuşular, okumuşular, bana birinci bana yeni Şamurzakin aytıp öttü bu. Birinci navbatta bana şunday acayip kaşanını saklayan bana Dün Muhammed oğlumuzga tahsisçilik kılan, kurtarıcılık kılan, bunu başka yapkan bana Muhittin Kamal ülkemiz, ciğerimizge, bana kalıverse bugünkü bana şunday acayip tedbirini uyuşturgan Babur Umar Kulu ülkemizge ve başka şuların tayarlaşta yardım bergen hammalarınızga katta rahmetimizni bildiramiz. Al endi men Sultan akam to'g'risida bir kağıt aytib o'tishni o'zim lozim topdim. Sababi Sultan akam bilan yoshlikdan endi men şu 1963 yıldan başlap tanışmamız, ko'p joylarda birga bo'ldik, Ixonda, Ibotada, boshqa joylarda ko'p tadbirlarda birga qatnashdik. Birga yurdik, uning ustiga Sultan akam bizga yaqinroq qarindosh bo'lib keladi. Sababi Boboxon akam biz tog'a derdik, tog'amiz ota tarafdan, mening onam bilan ularniki ikki ota sal yuqoriroqdan Hoshir Xo'ja degandan boshlab ajraganlar. Endi bu yerni sizlarga sanab berishning hojati yo'q. U kishi juda ajoyib, shunday mo'min, shunday kamtar, yaxshi inson edi. Hamisha kulib, ham suhbat shunday yaxshi o'tirganimizda u kishi bilan qancha soatlab o'tirsam ham maza qilib gaplarini eshitib, she'rlarini eshitib boshqa qilib o'tirardik. Mana uylarda qancha marta bo'lganmiz, katta uylarda, shu Boboxon tog'amizning uyida qishloqda mana shu ibotada o'tadigan har xil tadbirlarda, mana kolxozlarda boshqa joydan kelganlar, boshqa konsertlarga boshqa qiladi. Endi kattaroq nimalarda mana Zaril akanikida keyingi mana shu adabiyot, madaniyat, san'at shuna aloqador o'tayotgan tadbirlarning hammasi ana shu Boboxon tog'amizning uyida mehmon bo'lar edi. Shu yerda hammasi, butun rayon bo'yicha, boshqa bo'yicha kelganlarning hammasi shu yerda mehmon bo'lardi. O'zi hammasi oilasi bilan ular mehmondo'st, insonparvar, shunday kamtar insonlar topamiz. Endi u kishi to'g'risi juda aytiladigan gaplar ko'p. Xudo rahmat qilgan bo'lsa, mana u kishining ajoyib she'rlar, ajoyib taassurotlar qoldi, mana ko'rdik. Xudo iymonlarini salomat qilgan bo'lsa. Endi u kishi bilan birga aytdim, men bu yerda bo'lganmiz, bizning uyda ham bo'lganmiz bir necha marta birga. Hamza Haydarovlar boshqalar bilan Ixonda keyingi yillarda 2004, 2005, 2006 yillarda sizlardagi ana bu adabiy uyushmalar, ko'kqiya ilhomlari, boshqa uyushmalarning hammasi bizning qishloqqa kelib, Madaniyat saroyida men shu yerda ishlayotgan vaqtimda Madaniyat saroyida shu har oyda o'tadigan tadbirlarni keyingi 1-2 yil ichida shu yerda o'tkazib yurdik, birga bo'ldik. Xudo rahmat qilgan bo'lsin, joylarini jannatda qilsin, iymonlari salomat bo'lsin. Endi xo'p, men mana shu maktabga, maktab kutubxonasiga, maktab direktori mana ham Abdulxon akam bo'lim o'g'il bo'ladi, Kamal Muhittin ham maktabning direktori, shu bir kitobni tuhfa qilmoqchi edim, agar ruxsatlangan bersak. Mana endi shira yozuvni o'qimay qo'y, mana shu ukimizga, jiyanimizga deb yozdim. Men maktabning
kutupxonasiga xohlovchilar, qiziquvchilar bo'lsa, mana shu kishidan mana yerdan o'qib turadi. Ernazar akaning kitoblari bor. Yana bormi? 5-chi bor. Hisob turaman. Mana. Xo'p, mana uni biz bilan ko'p yil birga bo'lgan ana Qozog'iston jurnalistlar uyushmasining a'zosi, ustoz, muxbir, ko'p she'rlarniki, ko'p kitoblarning muallifi, ko'plagan kitoblarniki. Mana Nazim yulduzlari tanlovlarda, viloyat tanlovlarda boshqalarda yuqori sovrinli o'rinlarni egallab yurgan Akajon Izzatlayev degan, keyingi Akajon Izzati degan ukamiz, o'g'limiz shu kishiga mana qayerda bo'lgan bu kishi kirib oladi desa kirma dedi, o'zimiz olib chiqib berishga majbur bo'ldik. Shunday bo'ladi endi, olib berasiz. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi mana shu kechaning ishtirokchilari, hurmatli bataliqlar, mehmonlar. Bugun mana bir ajoyib yaxshi tadbir bo'lyapti. Mana shu tadbir orqali bugun butun bizning Qozog'istondagi o'zbeklar, bizning Turkiston oblasidagi butun hamma yozuvchilar, ijodkorlarning hammasi bugun mana shu Sulton Boboxon akamizning nomiga Qur'on bag'ishlab hammasi savo salomlarni yuboryapti. Chunki biz ertalab bu yoqqa kelayotgan bo'lganimiz uchun ozgina internetga bu kishi to'g'risida ma'lumot berdik. Hammasi aytib yozyapti. Ya'ni bu degan so'z, agar mana shu narsa sizlar qo'zg'aganlaringiz uchun ko'pchilik hozir mana shu rahmatlarni yo'natyapti, bu kishini eslayapti. Shuning uchun bu narsa bizga kerak narsa. Bu kim bo'lishini qat'iy nazar, xalq uchun xizmat qilgan odamni har doim mana shu qo'limizdan kelgancha eslab, olqishlab turish bu juda ham bir katta ish. Arkasidan duo qilib qo'yish degan. Mana arkasidan qolgan qancha qarindoshlar bugun qatnashib o'tiribdi. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Bu narsa kerak narsa. Men ochiq aytaman, masalan, u kishini men tanimayman to'g'risi. Lekin xalqimizga xizmat qilgani uchun biz u kishiga ta'zimlaymiz, duo qilamiz, ko'pchilikka eslatib ko'rsatishga biz tayyormiz. Endi mana shu og'alarimiz qator biz ham mana shu maktabga ozgina kitoblar bilan kelganmiz. Bu yerda adabiy kitoblar bor, hikmatlar bor, o'zbek maqollari bor. Qisqasi mana shu o'quvchilarga tegishli kitoblar ham bor, ustozlarga tegishli kitoblar ham bor. Yani ko'tarish shart emas, sal og'irlov olaverasizlar xudo xolasa. Bundan keyin yana eslatib qo'ymoqchiman, xudo xolasa mana shu aprel oyining 1-maygacha yana bir kitobimiz chiqyapti. Bu Ernazar Ro'zmetov og'amiz mana shu sizlar taniydigan Shomirzo Madaliyevlar muxbir ishi mehnati orqasida yangi kitob chiqyapti. Bu kitob xudo xolasa 1-maygacha chiqadi. Bu kitobni ham sizlarga yetkazib beramiz, amonchilik bo'lib tursa. Hammalaringizga tinchlik, omonchilik, yaxshilik tilab qolamiz. Yaxshilik bo'lsin. Rahmat. Endi bir ozgina alqis xatlar tayyorlab kelganmiz. Siz aytib tursangiz biz bersak, ha? Alqis xat. Hurmatli Isbayev Dilmuhammad, sizni Qozog'iston Respublikasining tavelsizligining 35 yil to'luviga o'ray Turkiston oblasti qurilganina 8 yil to'luviga o'ray yer birligi, ruhaniyat, yoshlarda imondilik, vatan suyg'ishlik ruhda tarbiyalash, sanalgan qo'g'amdық жұмыстағы белсенділігіңіз үшін шынайы алғысымды білдіріп, мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Түркістан қалалық Өзбек этномәдениет бірлестік төрағасы Райымжан Қошқаров. Дәл осындай алғыс хат. Құрметті Омарқулов Бабур, Түркістан қалалық Өзбек этномәдениет бірлестігі төрағасы Райымжан Қошқаров атынан. Алғыс хат құрметті Камалов Мұхитдин ағай. Алғыс хат құрметті Изатуллаев Акажан ағай. Алғыс хат құрметті Артиков Бабақар ағай.
Alg'is xat hurmatli Aminov Zafar og'ay. Alg'is xat hurmatli Nuriddinova Luiza. Benim bir ilk kahve yapırmadı. Assalamu alaikum. Yangi ihanlıklar. Benden bugünkü ötüleyen tedbirden de başımız asmanga yetyapti. Bizler mehman bulup geldik. Endi men Sultan akani tanıyman. Qancha qo'lini olganman, biroq ijod olamiga men 97-yildan kirib kelganman. Burun Kommunist mehnat çıkar edi. Kommunist mehnat gazetasida Türkistanlık şairlerinin she'rlari ko'p chiqib borardi. Bir bet to'p chiqardi. Sulton akaning she'rlari har doim o'qib borardim, ko'rardim she'rlarini. Shunda shu kishini bir ko'rsam derdim, ko'rganman, qo'lini olganman. Rahmat. Allah rahmat qilsin Sulton akaga. Al endi men hozir mana video tasmani ko'rib juda ham xursand bo'ldim. 30 yil oldingi ko'rinishlar. Shamir aka sizni ko'rdim, juda chiroyli ekan shu paytlarda. Qarang. Mana qancha kishilarni ko'rdim, olamni o'tib ketgandan bor ekan ichida. Men Boburga bir iltimosim bor. Mana shuni YouTube'ga yo bo'lmasa Facebook'ga mana shu videoni albatta qo'ysalarim. Chunki bu tarixiy sana. Ko'p odam ko'radi buni. Ko'rganlar ana alanni o'tgandan ko'rib, "Ha, Xudo rahmat qilsin. Mana bu insonlarni" deb aytsa, u savob, katta savob. Tashkil qilayotgan mana maktab rahbariyatiga, qurultoychilarga men minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar, azizlar. Yoshlar hali uzoq yo'lni kerakdir bosib o'tishi. Kechib yotgan yomg'ir do'lni keksalarning bori yaxshi deya endi Sulton aka Boboxonov she'ri, Bobur aka Umarqulov musiqasi bilan ijro etiladigan Keksalarning bori yaxshi nomli qo'shiqqa navbat beramiz. Qo'shiqni Yangi Qon qishlog'i madaniyat uyining xodimi Rahimjon Umarqulov ijro etadi. Marhamat. Yoshlar hali uzoq yo'lning kerakdir bosib o'tishing. Kechib o'tgan yomg'ir do'lning keksalarning bori yaxshi. Kechib o'tgan yomg'ir do'lning keksalarning bori yaxshi. Keksalarning bori yaxshi. Keksalarning bari yaxshi. Keksalarning bari yaxshi. Keksalarning bari yaxshi. İsteyen joy alam bilan tog'lar boshi. Yoshlar ko'ngli istagan joy alam bilan tog'lar boshi. Buyuk tog'dek madanga boy keksalarning bori yaxshi. Buyuk tog'dek madanga boy keksalarning bori yaxshi. Keksalarning bori yaxshi. Keksalarning bori yaxshi. Keksalarning
o'ssin demon niyat qilur sulton baxshi yoshlar yaxshi o'ssin demon niyat qilur sulton baxshi mayli shoh mayli gado keksalarning bori yaxshi mayli shoh mayli gado keksalarning bori yaxshi keksalarning bori yaxshi keksalarning bari yaxshi keksalarning bori yaxshi keksalarning bari yaxshi yoshlar hamki o'sgan yaxshi yoshlar hamki o'sgan yaxshi Endi maktabimiz o'quvchilari, ya'ni 2-sinf o'quvchisi Vahid va Oyisha, 5-sinf o'quvchilari Irisqul va Farzonova, Sultonova, Oydinoy, 7-sinf o'quvchisi G'afurova Durdonalarning ijrosida shoirning ijod namunalarini e'tiborlaringizga havola etamiz. Marhamat, qarshi oling. Qutlug' ayyom Sulton Babaxonov. Bugun Navruz, bugun yangi kun, ko'zlar quvunar, dilimiz mamnun. Qizlar Layli, yigitlar Majnun, boshlanadi endi uzun kun. Shunday qutlug' ayyomdir Navruz, shunday ulug' bayramdir Navruz. Jon kiradi jonsiz tuproqqa, soylar suvi sapchir qirg'oqqa, qo'y qo'zilar chopar o'tloqqa, bulbul sayrab keladir boqqa. Shunday qutlug' ayyomdir Navruz, shunday ulug' bayramdir Navruz. Bunyod etib charvodor dehqon, noz ne'matga to'lar dasturxon, meva sharbat keltirar bog'bon, quruq qo'lla kelmas hech inson. Shunday qutlug' ayyomdir Navruz, shunday ulug' bayramdir Navruz. Sultoniga gullar tutqazar, quchoq-quchoq gullar tutqazar, mehnatiga berib oltin zar, inshaalloh baxtga yetkazar. Shunday qutlug' ayyomdir Navruz, shunday ulug' bayramdir Navruz. Choyxona Sulton Babaxonov. Choy ichsang qona-qona, a'lo bo'lsa choyxona. Suhbati so'z chaqchaqlashgan, cholga to'lsa choyxona. Bahs ochilsa ilmu fan, odob axloq mulkidan, qaynoq choyiga qo'shib ilm ichirsa choyxona. Kuy qo'shiq yangrab tursa, bu dargohda hamisha dilga orom bermoqqa chorlab tursa choyxona. Choyxona deganimiz joy bo'lsa-ki bir aziz, odamlarga ittifoq u mehr ulashsa choyxona. Bir a'lo g'azal bitib boshi ko'kka yetardi, ot yilda sultonga ilhom bersa choyxona. Yangi xonim Sulton Babaxonov. Qara tog' bag'rining yashil maskani, ko'ksida yayratgan yoshi keksani, ayondir ajdodim senda o'sgani, bobolar ardoqlab o'tgan makonim, hamisha muqaddas yangi qonim. Millatlar do'stlikning bayrog'ini tutgan, har damdan o'zgacha bir ziyo kutgan, sultonga ham ilhom tulporin tutgan, bobolar ardoqlab o'tgan makonim, hamisha muqaddas yangi qonim. Ana jannat Sulton Babaxonov.
ulug'zor umrimizning tojidir. Ularni hurmat etsak, ular bizdan rozidir. Analariga ta'zimda butun jumla jahon. Shoir Sulton nazmida ona buyuk qahramon. Inson xotirasi muqaddas. Ayniqsa, Sulton aka kabi fidoi zotlar haqidagi xotiralar biz uchun ham ibrat, ham ma'naviy quvvatdir. Shunday ekan, endi chaqiriqqa boshlang'ich tayyorgarlik fan o'qituvchisi, nafaqador ustoz G'ofur aka Boboxonov va Yangiqon qishlog'i O'zbek etnomadaniyat markazining raisi O'sar aka Ne'matullayevlarni sahna to'riga taklif etamiz. Sulton aka haqidagi so'zlaringiz va xotiralaringiz uchun qani marhamat. Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Endi mana hozir ko'p gaplar aytildi. Ernazar akam aytib o'tib ketdi. Shom Mirzo aytib o'tib ketdi. Sulton akam to'g'risida ko'p yaxshi fikrlar aytildi. Men o'zim shu fikrlarning hammasiga qo'shilaman. Endi bir og'iz gap bilan aytganda, shu odam bilan suhbatlashsangiz bir rohat olardingiz. Bir rohat olardingiz. Shunday bir yumshoq inson. Yotgan joylar obod bo'lsin. Nima deymiz? Hammangizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli bugungi kecha qatnashchilari. Mana shu Sulton Boboxonovni so'raman. 1970-yilda mana shu Ulug'bek nomli o'rta maktabga birinchi sinfga o'qishga kelganmiz. Shu birinchi sinfda bizlarni qabul qilgan, birinchi, ikkinchi, uchinchi sinflarda boshlang'ich sinfda o'qigan Sulton Boboxonov. Ana shu tabarik insonni qo'lidan ilm olish, tarbiya olish mersalagan shunga juda ham hozir faxrlanib xursand bo'lib o'tirman. Sababi mana shu o'zimizning umr mobaynida juda ham ko'p bosqichlarni bosib o'tdik. Ana shu paytlarda shu Sulton Boboxonovning bizga bergan ta'lim, tarbiyasi boshqasi juda ham asqatdi. Misoliga mana shu Ulug'bek maktabini bitirganimizdan keyin armiyada, askarda, Afg'oniston elida bo'ldik. Ana shu joyda mana shu martonga, vatanga, elga hurmat, muhabbat degan biz hozircha rus tilida aytganda patriotik tarbiya deymiz bu. Mehr muhabbatni oshirgan, ana shu boshlang'ich sinfdan boshlab oshirgan shu ustozimiz bo'ladi. Ya u kichik vaqtimizda mahalliy radio zil bo'ladi edi. Shunda chiqib gapirgan vaqtda hammamiz shirin ovozda Sultonligingiz yugurib borib boyagi radio masjidga borib o'tirib olardi. Keyin boyagi kommunist mehnat gazetasi deyapmiz-ku. Shu kommunist mehnat gazetasida uni she'rlari, maqolalari chiqardi. Uni yaxshi sevib o'qirdi. Shu paytlar bizning ustozimiz, bizning o'qituvchimizning gazeti, bizning o'qituvchimiz mana shunaqa narsa chiqaribdi, yozibdi. Men eshitding deb akayam menga qarab tanib, uni savati yo'q edi odamlar. Shuni men o'qib berardim. Mana bizning o'qituvchimiz deb. Shu bilan shu kishining yo'lini qo'lqitimi boshlama mana shu Farg'ona davlat pedagogika institutida harbiy ta'lim institutini bitirib, kelib shu kishi bilan ustozim bilan birgalikda hamkasb bo'lib ishladi. Birga ishlash muyassar bo'ldi. Yana ustozlik qildi u kishi bizga oxirigacha. Mana shu boya 60 yillikni ko'rsatyapti. Shu paytda men shu yerda ishlaganman. 89-yildan boshlab shunda bir biologiya to'g'risida bir suhbat o'qitdi. Ikkimiz idorada gaplashib qoldik ustoz bilan. Shunda endi bir masala tug'ilib qoldi. Ana baqa nechun qishda uxlaydi, bahorda uyg'onadi degan savol. Keyin men bu kishiga bilganimni tushuntirdim. Men qarab turib, uni o'qituvchi kim bo'lgan deb so'radi. Ustoz, o'zingiz bu masalan shu narsani, shuncha narsani o'rgatgan, boshqa tuzam shirali so'zlarni o'rgatgan o'zingiz. Desam, nechinchi yil bitirgansan, boshqa xullas ana shunaqa ustozlik qilib oxirigacha ustoz bo'lib, mana shu el
Xalq tilida bugungacha mana shu el qadrida yurgan inson. Yana bir bor oxiratlari obod bo'lsin deb tilaymiz. Qo'shiq Yashnab yangi qonun Sulton aka she'riga xalq musiqasi asosida qayta ishlangan qo'shiqni 6-sinf o'quvchilari Tajbay va Gulfina va Palbiya va Rozanna, Nurmat va Sarvinozlar ijro etadi. Marhamat, qarshi oling. Endi shoirimiz haqida o'zlarining shirin xotiralarini biz bilan baham ko'rish uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi, nafaqador ustoz Boboxo'jayeva Gulvera opa va Yangiqon maktabining o'zbek tili va adabiyot o'qituvchisi, bir necha kitoblarning muallifi Sulton akaning 7 shogirdlaridan akajon izzatilariga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu kechaga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bizning qishloqdan mana shunday shoir yetishib chiqqan ekan, hammamiz mamnunmiz. Mana shunday kechalar o'tkazar ekan, hammamiz xursandchilik bilan kutib olyapmiz. Sulton aka Boboxon menga ham ustoz bo'lgan, ham hamkasb bo'lgan. She'r qayerdan paydo bo'ladi? 86-87 qishlog'imizda Navro'z bayramini birinchi bor o'tkaziladigan bo'ldi. Shunga men u paytda bibliotekada ishlardim. Bizlarga ssenariyni to'g'rilab, Navro'z qanday o'tkazish kerakligini hammasini tayyorlanglar deb bizlarga topshirma bo'ldi rayondan. Shu paytda bizlar Navrozga ssenariy tayyorlayotgan paytimizda shu yerda aytilib qoldi. Bugun qishlog'imizda yosh kelin-kuyovlarning zakisi bo'lar ekan. Shu zakisni ham Navro'z paytida topshiraylik degan talab tushdi bizga. Shu paytda biz shu talabga moslab uni ham kirgizdikdagi endi shu yerda bir hech bo'lmasa 4 qator she'r tayyorlansa deb aytib turgan paytimizda Sulton aka shu yerga kelib qoldi.
Sultan akadan iltimos qildik. Bugun yosh kelin-kuyovlarga zakis topshirilar ekan. Shularga bir 4lik chiqarib bersangiz deb. Bo'ladi. Qay paytga tayyor bo'lish kerak dedi. Uzog'i 1 soatdan keyin boshlanadi. Shu she'r shu yerda o'qilish kerak deb aytildi. Bo'ladi dedi. Uzog'i 15-20 minut o'tdi. Avval 4 qator yozib, olib ko'rsatdi. Bo'ladimi deb. Bo'ladi dedi. Hozir yana ozgina qo'shiq qisqa bo'lib qoldi dedi. Kelin kuyov baxtiga hech bo'lmasin nihoya. Bugun oshgan taxtiga bulut solmasin soya. Ota, ona, el yurtni siylab hurmat etsin, sevishgan ikki ko'ngil murodiga yetsin deb she'rni tayyorlab aytganlarim. Menga aytdi, mana she'rni o'qigan paytda oxirida aytib qo'ying. Chunki ular bugun zavq solyapti. Murod maqsadiga yetyapti. Murod maqsadiga yetishgan kunlari qutlug' bo'lsin deb aytib qo'ying dedi. Shu she'r birinchi marta qishlog'imizdagi Navruzda shu she'rni men o'qidim. Shu she'r shunday 15-20 minut ichida tayyor bo'lgan she'r. Rahmat e'tiboringiz uchun. Assalomu alaykum. Sultan aka haqida bundan 63 yil oldi, ya'ni 63-yili tanib bilib, u bilan birga yashashgan odamlar, ustozlarimiz gapirdi. Biz endi she'r o'qib qo'yaylik. Sulton Babaxonovga muvashshah. Sulton desammikan qishloq nazmida. Ul zotni she'r aytgan bayram bazmida. Lol etar qo'shiqqa aylangan baytlar, tarovat taratib yurtga har paytlar. Oshiq edi bahor erkasi mayga, navo istab lablar shoshgandek nayga. Barq urar ul oyda navni olmaysa, oro baxsh aylaya dillar jilmaysa. Bilim ulashmoqqa qalbi oshiqda, odob bog'iga ham bog'lagan rishta. Xolis erdi o'zim kasbi koriga, osar edi quloq ko'ngil toriga. Ne'mat bilar erdi ijod mevasin, olsam tilga derdi qushlar shevasin. Vatanga sadoqat, elga mehrijo, gul ochgan, rizq sochgan yerga mehrijo. Aylar izzati ham burchini ado. Rahmat. Rahmat, ustozning ruhlari shod bo'lsin. Bunyod bo'ldi tanjonim, quchog'ingda iqonim. Yo'q edim, bor yetding deb madh etayin iqonim. Yangi-yu eski iqon, ikkalasi bir makon, bir chinor shoxlaridek ildizi bor iqonim. Endigi navbatni Sulton aka Babaxonov she'ri, Safo aka Zakirov musiqasi bilan ijro etiladigan Iqonim nomli qo'shiqqa bersak. Bu qo'shiqni bugungi kechamizning tashkilotchisi, maktabimizning musiqa fani o'qituvchisi Bobur aka Umarqulov o'z shogirdlari bilan birga ijro etadilar. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli kechamiz qatnashchilari, aka-ukalar, opa-singillar. Sulton aka haqida ajoyib bir ilq fikrlar, yaxshi so'zlar yetilyapti. Endi men uni takrorlashim kerak yo'q. Shu Iqonim qo'shig'i haqida qisqacha shuni tarixini yetib o'tsam, shu qo'shiqning yaralganiga rapparasa 40 yil bo'libdi hozir. 1986-yili Iqonlik zo'r san'atkor ustozimiz Safo aka Zakirov tomonidan juda chiroyli ijro etilgan. U birinchi bora qishlog'imizda Sulton akaning ukasi Abubakir akaning xonadonida o'g'il to'yda ijro etilgan ekan. Ana shu she'rni Sulton aka to'ydan bir kun oldin Safo akaga yetkazgan, ertasiga Safo aka qo'shiq qilib ijro etgan. Bu qishlog'imizda katta shov-shuvga aylanib ketdi. Men u paytlar armiyadan kelib Toshkentda o'qishda ishda yurgan paytlarim ekan, bir kesam shu Safo aka shunday qo'shiq aytdi, Sulton akaning she'ri bilan deb hamma bilib olgan joyi yangi-yu eski iqon ikkalasi bir makon deb hamma qirg'oq qilib yurganini eshitib, biz ham shu Safo akaga havas qilib o'zimiz keyinchalik Sulton aka, Tarp aka, Hamza aka she'rlari, keyinchalik mana akajon Izzatning ko'plab she'rlariga
kuy bastalab qo'shiq qilib ijro etyapmiz. Hozir shu Sapo aka Zokirov musiqasi, Sulton aka Babaxonov she'ri bilan ijro etiladigan Iqonim qo'shig'ini ukalarimiz Davron va Rahimjon bilan e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Öz maskeni, bazı gelin sevmezler. Şair ergeç bir demirge, ona yutsan ifadım. Tahtamaz öz maskeni, bazı gelin sevmezler. Şair ergeç bir demirge, ona yutsan ifadım. Sende kaynar bulağı, şunun çünkü halkları kuşçak çaktır ikanım. Her sözüne koşup, halkın sözleydir coşup. Şiveler maskenide, şivesi var ikanım. Yengi eski ikan, dikkelesi bir mekan. Bir çınar şahları dik, yıldızı bir ikanım. Yengi eski ikan, dikkelesi bir mekan. Bir çınar şahları dik, yıldızı bir ikanım. Oğul kızlar mustır, bahçesine tek görür. Oğul kızlar mustır, bahçesine tek görür. Aşıkta maşuk derim, tahti etken ikanım. Tahtekar sen tahtekar, çarlar sizin yana var. Dağılan binakar, dillekar sen ikanım. Bir cavler yerlerdi, üzümün bilen meşhur. Mondu müselles, düşendendir ikanım. Şu mondu müsellesin, için serhoş bulgenler. İkanlık mondu dedim, kulluk dedim ikanım. Kur'anların ortanış, kare baba şekilgen. Kur'an çaldı halavetin, kırmalmagen ikanım. Kur'anların ortanış, kare baba şekilgen. Kur'an çaldı halavetin, kırmalmagen ikanım. Şair bir demir tabır, gelir şans etkad, etkadlı imanım. İmanım seni diyen, ruhan senin derdin. Şu kıymetli sanaga, münasip sen imanım. Desturhaninde daim, hazır kalpten arınma. Aziz mihmanlar kütür, aziz bulgen imanım. Desturhaninde daim, hazır kalpten arınma. Aziz mihmanlar kütür, aziz bulgen ikanım. Sevgiler metkedir, sevdim gevgire versin. Bırak sultan oğlindek, sevalmaydır ikanım. Sevgiler metkedir, sevdim gevgire versin. Bırak safa oğlindek, sevalmaydır ikanım. Yanar ısıp kamal top, dibende gülsün ahtap. Yanar ısıp kamal top, dibende gülsün ahtap. Halkın bilen hemişe, hengü yaşa
bos iman Şu sultan oğlingni ham bag'ringga ol iman Bag'ringga ol iman Bag'ringga ol iman Rahmat, rahmat. Hurmatli kechamiz qatnashchilari, endi sahnaga Sulton akaning nevaralari, O'zkimyon shahridagi Saksen Amanjolov nomli Sharqiy Qozog'iston universiteti Chet tili fakultetining so'nggi kurs talabasi Sultonova Nozima va qishlog'imizdagi Darumkizet maktabining 5-sinf o'quvchisi Sultonov Beknazarlarni taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mana shu tashkilot tadbir etgan hurmatli ustozlar va mehmonlar. Yaxshi insonlar hech qachon o'lmaydilar, vafot etmaydilar, unutilmaydilar. Ular hamisha sevganlarining yurak to'rida abadul abad yashaydilar deya bugun bobojonimni onajon she'rini sizlar uchun tayyorlab keldik. Ukamiz boshlab bersa. Aydan aziz quyoshdan qimmat, mehribonim sizsiz onajon. She'riyatga bo'ldim men ulfat, madh etmoq uchun sizni onajon. Serajin oq peshonangizni nur qo'lida siylaydi osmon. Mehrga boy qalb koshonangizni madh etalsam koshki onajon. Tirnoqda jajja bir jondan yera tursiz bir kamol inson. Yulduzlar ham boqib osmondan sizga havas qilar onajon. Mana shu mashhur onajon she'rini men o'z soham ingliz tili bo'yicha tarjima qilgan edim. Sizlar uchun o'qib bersam. Mother, my dear mother, kind and bright, you are my sun, my warmest light. I write these words to say to you, my love is strong, my love is true. If I could give you all I have, I would give my heart so full and glad. You are my kind, you are so sweet. With you my life feels full and complete. When I was small and felt afraid, you helped me grow. You stayed, you stayed. You hold my hand, you showed the way. You helped by smile every day. Because of you, I feel so strong. You guide me right, you keep me from wrong. You are my light, you are my guide. I feel so safe when you are by my life. When I look at you, I feel so warm. Your love protects me from all harm. Like a child, I stay with you. My heart is full, my love is true. Bu insanın torunu olmak, onun soyadını taşımak benim için çok onur duyucu bir histir. Bu insanı hepiniz seviyorsunuz. Biz de sizin kadar seviyoruz ve bu insanın adını tüm Kazakistan'a duyurmak için çabalıyoruzdur. Hepinize teşekkür ederim. Azizlar, Sulton aka nafaqat insonlar qalbini, balki ona tabiatning nafosatini ham nozik his qila oladigan ijodkor edilar. U kishining she'rlarida Qoratog' bag'rida joylashgan Ibodullo ota qishlog'imizning har bir toshi va giyohi jonlanadi. Aynan mana shu Serbuloq qishloqning fayzi Sulton aka uchun ilhom manbai bo'lgan. Shu sababli u kishining she'rlari shunchaki so'z emas, balki ohangga aylanib, qo'shiq bo'lib elning tiliga tushdi. Shunday ekan navbatni Sulton aka she'ri, Bobur aka musiqasi bilan ijro etiladigan Ibodullo otamsa nomli qo'shiqqa beramiz. Marhamat. Get
Uysal karadan ey taş Kırkıyayı kızıldım Çayların ağrısını Aktepeyo yıkamsın Uysal karadan ey taş Kırkıyayı kızıldım Ben derler yansıma Çakal yorlar su içken Burcaylı gündüz kuyaş Geçerse ayırsın Burcaylı gündüz kuyaş Geçerse ayırsın İbadet edip giderken Okul geçinde beklerken Bizler sevgen vatan sen İbadullah adam sen İbadet edip giderken Okul geçinde beklerken Bizler sevgen vatan sen İbadullah adam sen Uçkar bulak sevenler Kulak dergedir serler Soğuk bulak bir suları Soğuk diktedir sergar Orman bulak it olur Yağı susuz yağ soğur Kulaklarım demezsem Basılmazdır ne kumar İkami iki dünya Kalbimden ayraşma Bakarken sütler yadip Malı dünyaya düşme Ey sultan iki dünya Kalbimden ayraşma Bakarken sütler yadip Malı dünyaya düşme Her mersemen alsın bu Gönlük bulup yürüsün bu Her mersemen alsın bu Gönlük bulup yürüsün bu Durmay hiç can gel Don içme kefem içme Durmay hiç can gel Don içme kefem içme İbadet edip giderken Okul geçinde beklerken Bizler sevgen vatan sen İbadullah adam sen İbadet edip giderken Okul geçinde beklerken Bizler sevgen vatan sen İbadullah adam sen İbadullah adam sen İbadullah adam sen Rahmet Bizler kişinin şagirdleri, hemkasipleri kişinin 40 yıllık mehnetleri de ana şu Tuncuraya'nın mehnetleri iş bilen birge, hamma vaqt birge bo'lgan Tuncuraya'nın mehnetlerini hisobga olib kişinin Sultan akaning har bir yozgan she'rlariga ilhom berib turgan shu she'rga zavq yaratib turgan uyda bolalarga qarab Sultan akaning ko'p yerlarda yurishiga xizmatlari beqiyos deb hisobladik va o'zimizning maktabimiz nomidan shu kishiga tashakkurnoma bermoqchi edik. Agar ruxsat bersanglar o'qib eshitib turamiz. Hurmatli va mo'tabar Tuncuraya, siz yangi qam qishlog'ining faxri, zabardast shoir Sulton Boboxonovning hayot yo'lida eng yaqin maslakdoshisi, vafodor hamrohi va xonadonning fayzu farishtasi bo'lib keldingiz. Shoirimizning sermazmun ijodi va el og'ziga tushgan qo'shiqlari va qoldirgan boy ma'naviy merosiga sizning sabringiz hamda fidoyiligingiz beqiyos. Sulton aka Boboxonovning 90 yillik tavallud ayyomi munosabati bilan sizga sog'lik, salomatlik, oilangizga baraka tilaymiz. Shoir xotirasini asrab avaylashdagi va barkamol avlodni tarbiyalashdagi xizmatlaringiz uchun Yangiqon maktabi jamoasi nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiramiz.
Albatta, bugungi xotira kechamizning aziz mehmonlari, ya'ni Sulton akaning farzandlari va yaqin qarindoshlarini davramiz to'riga taklif etamiz. Marhamat azizlar, sizlarning borligingiz Sulton akaning ma'naviy hayoti davom etayotganligining isbotidir. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Birinchi Dilijon maktabim qutlu olsun. Karşanakda hamisha mana shunday yaxshi kunlar uyushtirib, o'zim boshqa jo'q yurgaylar. Mana shu tarakamni eslab, mana shu kechani uyushtirganlaring uchun Babaxonovlar nomidan ming razıman, minnatdorman. Allohim Sulton akaning 90 yillik hayotidan keyin o'tkazibdi. Dili hizmetçilerin, babur, hemmeyin 90 yıllıkların ilahim, özlerin, tirikliklerinde bana şu mektepte ötüşünü Allah'ın sorup kalalım. Mekteplerinden yakşı, ilimlik, bilimlik okuyucular yetiştikse ilahim, mertebelerin aşeriyesi. Sultaneke, al-maşayihden atlar yesep ötmek deme ekeceğim. Her seferde namınızı yad eylep ötmek zaman ekeceğim. Bir şefkat bölümge hiç çare tapalmazsın. Cayeniz cennet olgay, imanınız selamet olgay, görleriniz nurget olgay diye dualar kılıp sözlerimni tamamlayman ekeceğim. Barış katnaşçılarga azmağın boğanlarını kabul kılmak. Assalomu alaykum, mana shu kechaga qatnashayotgan azizlar, xush kelibsizlar. Uzoq kun kelgan Turkistondan, Iqondan kelgan mehmonlar, Ernazar bobo, Ursulaga va barchani uzoq kun kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Ta'zim qilaman sizlarga. Mana Xudoy xolasa dadamning 60 yilligi, mana 90 yilligi o'tyapti. Mana shu maktab nisiga kellikdiga mana shu ukam Boburjon sana katta rahmat. Xudoy xolasa bundan ham buyuk nelarga yet. Martaban ulug' bo'lsin. Hammaga mana shu maktab hujumiga Muhiddin sana inim katta rahmat baringlar. Dadamning Xudoy xolasa hech qachon nomi o'chmasligiga mana bugun iqrorim. Rahmat sizlarga. Hoşçakalın, sağlık. Ben Sultan'ın Üniversite 90 yıllığı Xudoy xolasa rahmat. İqon Turkistonga kelgan mehmonlar katta rahmat. Mana shu qo'shinni boshqargan direktorlar, qatnashchilar, bariga rahmat, katta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, mana shu kechaga yig'ilgan aziz mehmonlar, mezbonlar, aka-ukalar. Xudo xolasa mana dadamning 90 yilligida mana o'tiribmiz, mana shu ko'pchilik. Mana shu yerda o'tirgan ko'pchilikning ustozlik qilgan dadajonim juda yaxshi bilaman. Dilmuhammad mana shu ish-choralarni o'tkazib, mana shunday qishlog'imizning haqiqiy san'atkorlarini, haqiqiy o'qituvchilarni yig'ib ming rahmat. Xudo xolasa mana ikkinchi marta ko'ryapmiz. Qancha marta ko'rganmiz Xudo xolasa. Mana shu yerga kelganlaring uchun bariga ming rahmat. Hammalaringga hamisha tirikligimda ta'zimdaman. Mana qishlog'imizning davlatlarida fikr o'tirib Xudo xolasa mana shu Muhammad o'tkazayotgan ish-choralarni ko'payaversin, mana xalqimiz mana shu qiziqlarni ko'rib o'sib o'naversin. Hammaga ming rahmat. Aziz davradoshlar hamda qadrli mehmonlar, bugungi fayzli xotira kechamiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Endi Sulton akaning haqlariga Qur'on tilovat qilib, ezgu duolar ila bugungi kechamizga yakun yasash uchun navbatni Musayev Saidvali akaga beramiz. Marhamat. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina habibina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmet cemaat, okuyucular, qaryalarımız, manav mektep kurultayı Muhammed Kemiz'e Allah razı olsun. Ben Kur'an okuşa çağırılgan adıma, бірақ мен де еді доғын мәсі үйған неге менің ұстазым. Зәрген дәріс деген. Бір тарих өткені бір билет сатушыға бір адам кәділей кәттаран бір адам кәп яшылық дәуіріме бір билет ішіліп тұр. Ол билет бәлкім концерт болушы мүмкін, билет бір кәтті нәрселерге сатылыққан олушы мүмкін. Бірақ кәссадағы билет сатылыққан кішіге кәп бір адам елетті. Бала чағыма бір билет ішіліп тұр етті. Маныш заманда лектен мәсі. Бұл қоя тұр деп дейді, баяғы адамны тоқтат етті дейді. Кейін ақырда бұға мен қарамасын оңайды. Неге бұрмында қылетті деп кәтті қария адам екен. Шында үкемжан маңа бала чағыма бір билет бече дейкен адамға қарап, енді маған сізге уақыт бөлейін. Нейді мақсатыңыз десе, мана үшін нәрсе олып зәрді. Бала чағымда ата-анамның дәуіріні көрген едім. Шу заманға бір минутқа билет әпіші маңа дейді. Бір минутқа нығмақсызды бір минутта нығмақсыз ұжайды десе, мана шу ата-анамның көріп шуларың дуасын аламай қаған едім бала дәуірінде. Білмедейдім ата-анамның қадырын. Шулардың барып бір минутта барып шу билетті десең, мен шулардың дуасын апқалардым деген үмітті кәп тұрқыма дейді. Еді бұл нәрсе кәтті нәрсе келетті. Бұл ұстазларға керек нәрсе. Мәне мана шу ұстазлардың уақытыда біздер бала одық. Тыңнамадық мана шу ұстан әкеміздің. Дәуірді яқшы оқытушыларымызды, яқшы ұстазларымызды болды. Шында шу адамдардың дуасыны амаған әкеміз. Хақиқатта бүгін баяғы 30 жыл өткен нәрсесі дағы тарихını көрсеткенде көзімізге яш келді. Мин рахмет. Неге десеңіз, шу дәуірдағы қысқа бір отрывок дейміз ғой, шу жайда біздер көп оқытушыларымызды көрдік. Көп ұстазларымызды көрдік. Шындап балы уақытымыз алдымызға көзіміздің алды келді. Ұстазлар, Құда қаласа сіздердің мана шындақ атақлы болып шықтыңдар. Шындақ ұстазлар арқаларында шағыртылар өссе иншалла. Мана шу мектептің алым, хафизлар, ұлық адамдар шықса иншалла. Мана шу өткенде сіздер 90 яшы келгенде сіздеріне әскаладыған артыларыңызда шағыртылар өссе иншалла. Енді мана шу ұстазымыздың рухларыға бағышылап бір Құран оқып қойсақ иншалла Аллахым дәргайдан қабыл қылған olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات الرافع الدرجات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا ربنا كريم o'zim roziligi uchun o'qigan Qur'on oyatlarimiz bo'lgan shafaatni Allohim qo'ling
Babaxanov Allah Taala Sultan ustazımızın ruhlarına bağışladı. Allah'ım ustazımızın bendeçilik bilen bilen bilmez, görür görmez günahlarını Allah özün Allah Taala dergahim ve özün rahmin bilen geçirip ya Rabbena Kerim ruhlarını, kabirlerini okulan Kur'an ayetler bilen nurlandırıp kabir azab, dozak azabından saklap cenneti firdevs nasip etgeysen. Allah'ım arkasında kalan mutfaqa, ağayın cemaatiga Allah'ım anlık vergeysen. Allah'ım mana şu ucumga, mektep ucumga Allah Taala halavat, bereket, rızk devletlerin keng molçılığı bilen deyip Allah'ım mana şu mekteplerden yaxşı ustazlar çıkıp, yaxşı şagirdler çıkıplarını nasip kılgaysan. Allah'ım elimizden yaxşı şairler çıkıplarını nasip kılgaysan. Allah'ım tarihte kaladığımız şairlerden Allah özün nasip kılgaysan. Ya Rabbena Kerim, uluksan, kadırsan, dilek dualarımızı kabul et. Bendeçiligimizni keşire gör, ata-anamızdan, bizlerden, yani bizlerin ufaklarımızın razı olgaysan. Ve sallallahu ta'ala ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dualar icabet bulsun. Sultan akaning ahiretlari obod, joylari jannatda bo'lsin. Tashrifingiz va samimiy xotiralaringiz uchun barchangizga katta rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.